Assalomu alaykum o'quvchilar. Oliy React'dagi video darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimizda yangi bir tushuncha bilan tanishamiz. Xo'p, yangi tushuncha bilan tanishdan oldin bir oldingi o'tganlarimizni eslab olaylik. Sizlar bilan React mavzusini boshlaganimizda single paged application tushunchasini gaplashuvdik. Single paged application nima deganda oldingi biz o'rgangan veb-saytlar an'anaviy veb-saytlardan single paged application farq qilish haqida gaplashuvdik. Mana bu misolni ko'rdik. Mana tushuntirgandikki, masalan, shu veb-saytga kiradigan bo'lsak, masalan, hozir bu shu URL manzilda turibdi. Our Pets deb turibdi. Shu manzilni kiritganimizda va brauzerga bosganimizda brauzer serverga so'rov yuboradi va mana shu manzil uchun kerakli bo'lgan HTML, CSS, JavaScript va rasm, boshqa resurslarni hammasini server orqali, internet orqali serverdan oladi. Olib keyin bizga ko'rsatadi degandim. Keyin veb-saytimizda agar boshqa sahifalar bo'lsa, mana boshqa sahifaga bossak, endi bu yangi URL manzil, boyagidan farq qiladi bu. Bu URL manzil uchun kerakli bo'lgan serverlar uchun yana brauzer yana alohida bitta nima yuboradi? So'rov yuboradi. Bitta veb-sayt bo'lsa ham har xil sahifalar uchun, ya'ni bitta veb-saytimizda har 2-3 ta URL manzili bo'lsa, o'sha manzil uchun har doim qachonki foydalanuvchi o'sha manzilga kirganda yoki so'rov yuborganda brauzer serverga so'rov yuborib, o'sha manzil uchun kerakli bo'lgan resurslarni oladi. Bu sizlar uchun yangilik emas, buni shunchaki qayta takrorlayapman, eslayapman. Bu o'sha bizda eski ishlaydigan o'sha traditsion an'anaviy veb-saytlarimiz shunday ishlagan. Shunday ishlaydi. Endi biz aytuvdikki, single paged applicationlar unaqa ishlamaydi. Single paged applicationlarda shu veb-saytimizda istalgan biror bir URL manzilini kirgizib shuni bossak, brauzer birdan o'sha butun boshli veb ilovamizga taalluqli bo'lgan hamma resurslarni bittada tashab oladi degan edik. Bittada tashab oladi. Keyin qolganini foydalanuvchi o'sha qaysi URL ni tanlasa yoki mana hozirgiga o'xshab tanlasa yoki mana bu yerdan kirgizsa, endi brauzerga hech qanday brauzer serverga hech qanday so'rov yubormaydi. Bittada oldingi tashab olgan narsasini bizga ko'rsataveradi. Mana shu narsani single paged application deb aytadi deb tushuntirgan edik. Xo'p, endi sizlar bilan biz shu paytgacha React'ni o'rganganda faqatgina bir sahifali bo'lgan ishlarni qilib keldik. Hali single paged applicationga yo'nalmadik. Biz sizlar bilan formalarni o'rgandik, state'ni o'rgandik, conditional rendering, shu dynamic list rendering shunaqa narsalarni o'rgandik, lekin mana bunaqa URL manzillar bilan ishlashdi, ko'plab URL manzillar orqali ishlashdi va foydalanuvchini bu bir sahifadan ikkinchi, uchinchi sahifaga o'tkazishni nazorat qilishda hali o'rganmadik sizlar bilan. Endi mana shunga yetib keldik. Shu yerda savol tug'iladi. Bu qanday amalga oshiriladi React'da degan savol tug'iladi. Bu narsa nafaqat React'da, umuman hamma shu single paged application qiladigan kutubxonalarda routing degan narsa orqali yoki ruschasiga mashrutizatsiya, o'zbekchasiga yo'naltirish deb tarjima qilyapti. Shu inglizcha routing deyiladi. Routing orqali qiladi. Tushunlaringga? Mana bu yerda ta'rifini ham beryapti. Routing nima desa, bu foydalanuvchi qaysi URL manziliga kirganiga qarab qaysi komponent yoki sahifani ko'rsatishni boshqaradigan mexanizm. Ya'ni xuddi boyagi gap. Ya'ni foydalanuvchi URL ga bir narsa yozadi. Boyagi yozgan narsani routing ko'radi, shunga qarab kerakli komponent yoki kerakli page ni chiqaradi o'rtaga. Mana shu narsa routing deyiladi. Ya'ni o'sha bizda barcha sahifalar, barcha komponentlar birinchi kirganimizda serverdan tashlab olinadi, yuklab olinadi. Keyin o'sha foydalanuvchi qaysi URL manzilini kiritishiga qarab turib, o'sha resurs foydalanuvchiga ko'rsatiladi.
va bu ishni kim qiladi? Routing mexanizmi qiladi. Qisqacha shu, routing shunday narsa. Bundan buyog'iga sizlar bilan biz shu Reactda routingni o'rganamiz. Routingni o'rganar ekanmiz, o'z-o'zidan biz single paged applicationlar qilishni o'rganishni boshlaymiz. Xo'p, endi Reactda routing yo'q. Reactda routing yo'q. Buning uchun alohida dependencyni yuklab olishimiz kerak. Mana bunday qilib Google ga kirib React router deb yozsalaring, bu alohida bitta dependency. Biz buni o'rnatib olib, install qilib ishlatishimiz kerak. Mana o'zining asosiy sahifasi ham bor, sahifasi chiqib keladi. Mana docsni bossalaring, o'sha dokumentatsiya hamma narsani tushuntirgan. Bizga buni birinchi qaytib mana bu yerdan tutorialiga o'tsak, shu yerda o'zi qanaqa yuklab olishi ham ko'rsatilgan. Mana bu yerda ko'rsalaring npm install react router dom. React router dom degan paketni yoki dependencyni o'rnatib olishimiz kerak. Bosdik. O'rnatildi. Hop, mana paydo bo'ldi React router dom. Demak, bugungi bu video darsdagi tushunadigan narsamiz single paged application tushunchasini bir eslab oldik va single paged applicationda amalga oshiradigan vosita bu routing deyiladi ekan. Routing mexanizmi yordamida biz web pagelarimizni single paged application qilar ekanmiz. Xo'p, routing o'zi nima desa, ta'rifini qisqacha aytadigan bo'lsak, foydalanuvchi kiritadigan URL manzilga qarab qaysi resursni yoki komponent yoki sahifani ko'rsatishni boshqaradigan mexanizm. Xo'p, Reactda routing o'zida bormi? Yo'q, o'zini kutubxonasini ichida to'g'ridan-to'g'ri foydalanishimiz uchun yo'q. Buni alohida bir dependency ko'rinishda, mana React router dom deb turib install qilib olishimiz kerak. Bu video uchun shular. Keyingi videolarda endi ishlashni davom ettiramiz.